Xo'p, qachon trade qilmaslik kerak? Ya'ni trading bilan qachon shug'ullanmaslik kerak? Siz scalping traderchi bo'lsangiz yoki swing savdo qiladigan trader bo'lsangiz ham Osiyo vaqtida siz savdo qilmaslik maslahat beriladi. Lekin siz qisqa time frame da savdo qiladigan, ya'ni scalping trader bo'lsangiz, albatta unda savdo qilsangiz ham bo'ladi. Noaniq range bozor bo'ladi. Masalan, ba'zan bozorga qarab turibsiz, bozorda mana bunaqa range bozor. Xuddi mana bitta coin olaylik, mana bunaqa range bozorlar bo'lib qolsa, chaynaydi bozor, shunaqa vaqtlarda savdo qilinmaydi. Yangilik newslardan oldin savdo qilinmaydi, lekin newsdan qo'rqmaslik kerak. News pul bor joyga tezroq olib boradi yoki pul yo'q joydan tezroq chiqib ketadi. Xuddi shunaqa narsa. Bu hissiyotga keyin o'zi FOMOga berilganingizda iloji boricha trade qilmaslik maslahat beriladi. Sizda qanaqa fikr, qachon trade qilmaslik kerak? Albatta kommentda yozib qo'ying.